Alaykum o'rtoqlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Biz yana sho'rchiga keldik. Nazarbekni ko'rgani. Velosiped va'da qilgandim, o'sha velosipedni olib keldik. Mana chiroyli velosiped sotib oldik Nazarbek uchun. Nazarbek, velosiped yoqdimi senga? Chiroylimi? Ha. Mazza qilib yurmaydimi? O'rtoqlar, bu videoni olishimizdan maqsad video ko'z qilish emas, boshqa emas. Shunaqa video olmasdan berib ketsak ham bo'lardi, lekin Nazarbek bilan onasi mana shu ko'rib turgan uyda, oddiy uyda yashaydi. Maqsadimiz mana shu uyni ozgina bir ko'rsatib, agar qo'llaringdan kelsa sizlar bilan birgalikda remont qilib, qanaqadir bir chiroyli qilishga harakat qilmoqchi bo'lib videoga olyapmiz. Qaranglar, tepadan suvlar oqib, shu ahvolda. Bu oshxona endi, o'choqxona endi shu ahvolda. Bu yerda ovqat qilsa tepadan yomg'ir tushadi. Loy, musor aralash yomg'ir tushib ketishi mumkin. Bir shifrlab, bir chiroyli qilib remont qilib bersak, mana uylarning ahvoli ham shu holatda. Sizlarga hozir uylarning ichini ham ko'rsatib o'taman. Nazarbek bilan onasi yashaydigan joy, mana eshiklari shu holatda. Hozir Nazarbekning onasidan ham ikki og'iz o'zlari bilan ham gapni suhbat olamiz. Assalomu alaykum opa. Yaxshimisiz? Keldik yana sizni ko'rgani. Nazarbekni ko'rgani keldik. Sharoitingizni ko'rdim, mana videoga oldim. Agar xo'p desangiz internetga joylayman, o'zingiz shaxsiy plastik karta raqamingizni qo'yaman, o'zingiz telefon nomeringizni qo'yaman. Opani telefonda chiqishi ham yo'q ekan, puli yo'q ekan telefonda. Mayli, shunday bo'lsa ham telefon raqamlarini, o'zlarini kartalarini qoldiraman. Opa, yig'lamang. Hammasi xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Mana Ramazon oylari kelyapti, ro'za Ramazon oylari. Xudo xolasa yaxshi insonlar ko'p. Hammamiz agar birlashsak, mana shu uyingizni chiroyli qilib, remont qilib, ta'mirlab beramiz, sharoit tuzatishga. Ikki og'iz o'zingiz ham gapiring, opa, yig'lamang. Gapiravering. Bemalol. Bolamga yordam berishlarini iltimos qilaman. Mahallaga yordam so'rab bordim, hokimiyatdan yordam so'rab bordim, bolamga yordam bermadi. Yig'lamang opa, yig'lamang. Yaxshi insonlar ko'p, xudo xolasa sizni ko'radi, tashab qo'ymaydi. Videolarni tarqatib, Gazimizni ham uzib tashladi. gazni ham uzib tashlagan ekan hozir.